Ben sizlarga azroq shu sizlarning qilayotgan ishinglar bilan munosabatli bir narsani ko'rsatib berman. Oldingi yil biz ko'rishgandik bir qisminglar bilan. Shunda xush bo'ldim. Yaxshi narsalarni yasab qilib o'tibsizlar. Men sizlarga ham qilayotgan ishinglarniki shu hozir dunyodagi qilayotgan ishlar bilan bo'lgan munosabatni biroz so'zlab bermoqchi. Chunki bizningki shu sanoat qilayotgan bir qism proyektlarimiz sizlarning qilayotgan ishinglar bilan munosabatli. Sizlarning qilayotgan narsalar to'g'ri hozircha o'yinchoqdek ko'ringan bilan, ammo dunyoning taraqqiyoti sizlarning qilayotgan ishinglarning asosida bo'ladi. Men bak xush bo'ldim, chunki men kichik vaqtimda bizmi shunday kurjiklarni tashkillab faoliyatlarni qilib qilatdik. Biz o vaqtida sizlarga o'xshash bundaq Arduino bir narsalar yo'q. Biz masalan kichik radiolarni yasagan masalan radio azroq bo'lsa-mu, bir stansiyaningki programmasini anglatgandek darajada bir narsa yasagan. Qalaylarni kesib yurib, ulab yurib bassaq har xil muzika chiqadigan kichik pianoni yasagan masalan. Bugun sizlar undan yaxshi narsalarni yasabsizlar. Masalan, avtomatik mangadigan mashina, helikopter, ondan keyin hatto radarni yasagan saboqdoshlaringlar bor ko'rdim men to'rda. Xush bo'ldim. Bugun men sizlarga mush qilayotgan ishinglar bilan biroz munosabatli sanoatdagi bir proyektni qilmoqchi. Ma ekrandagi Depaqanlar bu nima bu ekrandagi masalan bir paraz qilib taqanlar nima bu? Nima? Önümüzdeki araç araba. Yo'q, bu. K3, K2 degan yozib qo'ygan nima bu? Abay birsi ambar dedi to'g'ri. Bu ambarning ichida nima bor? Nima bu ambarning ichidagi? Buğday, ashliq. Bunun içinde mesela aşağı bir tal ambarның içinde 250 tonna açlık var. Hem de nemişki men sizlerge bu açlıkını köstüme çünkü sebebi var men sizlerge köstüp birey. Nemiş için men sizlerge onu kösettim. Ma açlık ambarның içindeki açlık biz sakladık. Saklap bir mezgilden keyin nem buldu diye vaxtıda ama açlık nem bolup kalıdı? Buzulup kaldı. Yana nem buldu? Çaşqa yep ketdi. Çaşqa yep qo'ygan açlıqni yesak bo'lamdi, bo'lmaydi. Sesib qolgan açlıqni yesak bo'lamdi, bo'lmaydi. Shuning uchun biz mayadagi açlıqni yaxshi saqlashimiz kerak. Bu shirkat nemishqa bizga keldi degan vaqtida shu açlık qaysi vaqtida buzilib qoladi yoki qaysi vaqtida yaxshi bo'lmadi, qaysi vaqtida men bu açlıqni yemasligim kerak deganda bizga deb kelganligi uchun biz shu sizlar ishlatayotgan shu qo'lingizdagiga o'xshash shu Arduino ishlatayotganga o'xshash narsa bilan ularga bir narsani yasab berdik. Bu yerda nima desa, bu yerda bir uzun bir kabel var. Açlıqning ichiga tiqib etamiz. Bu yerda sizlarning ishlatgan Arduinoga masalan temperatura o'lchaydigan, namlikni o'lchaydigan narsalarni qilsanglar, sizlarga darhol açlıqning temperaturasi qanchalik, namligi qanchalik sizlarga deb berdi. To'g'rimi? Andan keyin bu yerda ekrani var, ekranda ko'ra olasizlar. Yoki bo'lmasa, bu yerda ekranga bir tal mesela xuddi telefonga bir tal sim kartı silib, uchurni boshqa yo'llaganga o'xshash. Bu yerda mana shunday bir iqtidor bor. Sim kartidan birini silib, uchurni yo'llasanglar. Masalan deylik, mesela meni amin tushunishinglar hojati yo'q. Abay men ko'rsatgan asbob shu. Bu yerdagi sim kartda uchurni menga yo'llab berdi. Masalan deylik, men u yo'llagan uchurni boshqa yerga yo'llab, masalan sallam bir deymiz yoki bo'lmasa chiroyliq bundaq ekranga ko'rsatib turadigan programmalar deymiz. Mishadagi ochliqning ahvolini menga bu yerda ko'rsatib berdi. Masalan, bundaq grafik bilan chiroyliq bundaq ranglik nuqtalar bilan grafik ko'rsatib berdi. Ko'rsatib bergandan keyin nuqtalarning hammasi bu yerda ko'rinsa, demak mening ochliqimni yaxshi ekan, men yesam bo'ldi ekan deymiz. Miyakasi apla bu ochliqni chashqa hajab qo'yibdi, bu yesam zaharlanib qolmaydi deb, bu yerdagi ochliqni yemaymiz masalan. Mantiqliq bo'ldimi, bo'lmadimi? Mesela biz shuni xaridaga, mesela bizning shirkatdagi odamlarga yoki boshqa shirkatdagi odamlarga deb bera olsak, ular bizdan xush bo'ladi. Biz mesela ochliqingiz 8-silasiz mayaga ochliqni kirib qo'yib ekansiz. Mesela 1-oyninki 6-kuni qarasam, hamma narsangiz normal ketib beribdi. Temperaturasi jiq o'rlab ketmabdi. Bu namlikimi masalan yo'lib ketmabdi ochliqim yoki chashqonga g'ajab qo'ymabdi deb masalan bizga ularga deb bera olsak, xarida bizga pul beradi, biz boy bo'lamiz, to'g'rimi yo?
biz ballarımızı bakalaymiz. Sizlarga o'xshash chiroyli ballar cho'ng bo'ladi. Shuning uchun bu narsa xaridorga nisbatan muhim, bizga muhim, men bizga muhim. Bu yerda bexatarlik degan narsa bor. Endi oxirida demoqchi o'g'lim, mush narsaning hammasining asosi nima ekan? Asosi nima bo'ldi? Qilayotgan narsaning hammasining asosi nima bo'ldi? Ha? Sizlarning jo'zanning ustidagi mush sizlarning qilayotgan ishinglar. Mush sizlarning qilayotgan asbobinglar bilan mana bu ishni men ko'rsatdim. Mana mushning mashaning ichidagi shu namlikni, temperaturani o'lchaydigan narsaning hammasining asosi sizlar qilayotgan ish bilan munosabatlik. Buning azroq programmalash kerak, mana chiroyli ekranda chiroyli ko'rinish uchun. Ondan keyin uningki bir qism matematikalik, bir qism fizikalik, har xil qonuniyatlarni bilish kerak, formalarni bilish kerak. Shunda bo'lganligi uchun yolg'iz bu yerda sizlar qilayotgan Arduino'ningki programlashlar muhim emas, matematikani bilish kerak mesela. Bir qism fizikalik narsalarni bilish kerak, chunki bu bir muhitning ichida turayotgan narsa. Havoning temperaturining o'zgarishi, masalan, ba'zi vaqtida hatto yaqin kelgusida qilmoqchi bo'lgan ish nima degan vaqtida havo rayining o'zgarishiga qarab turib, men ochliq qambarda bo'lish tegishli ishlarni biz bir-biriga moslashtiradigan mendaq bir ishni qilmoqchi. Havo rayining o'zgarishi tez bo'lsa, demak siz diqqat qiling. Bo'lsa ambarning atrofiga kuzatchini ko'proq kuchaytiring. Ambarlaringiz buzilib ketib, ochliqingiz buzilib qolmasin degandek mendaq bir ishlarni biz qilamiz. Buning hammasining asosi nima? Programma tuzash, matematikalik bilim, fizikalik bilim, ham kompyuterdagi shu mashg'ulot sistemasi qattiq detal narsalarni bilsanglar, mushning hammasini qiyilib bo'ladi. Demak, hozirda sizlarning majozonning ustidagi narsaning hammasi mushning o'xshash sanoat 4.0, sanoat 4.0 degan proyektlarningki hozirgi zamonaviylashtirish, robotlashtirish, avtomatlashtirish degan ishning hammasining asosi mush narsalar. Cho'ng manbalardan bak xush bo'ldim. Yaxshi o'gininglar. Kelgusida sizlarning menga o'xshash shundaq bir proyektlarni qilib, o'zingizning kichiklarga, hatto ota-onalaringizga, tuqqanlaringizga ko'rsatib, shularni faxrlantirsanglar, biz xush bo'lamiz. Men aqllaringlar xush bo'ladi, sizlarga dast berayotganlar xush bo'ladi, ularning ma'odiga chiqadi. Hammamiz tirishaylik. Qila olamdiq? Yaxshi. Deb, bundaq hammanglar birlik deb taqanglar. Yaxshi. Bo'lsa shundaq proyektlarni qilishga sizlarning qilishinglarni ko'rishga nasib bo'lsin. Bu bir misol. Endi men sizlarga yaqinda qilgan bir proyektni ko'rsatdim. Bu 12-oyda biz mana shu Budapeshtninki 12-oyning 2-si men Budapeshtga bordim. Shularga mushlarni qilib berib, ko'rsatib berib, ularning texniklarini 2 kun dars o'tib tarbiyalab qaytib keldim. Bu yangi proyekt bo'lganligi uchun hamma qilayotgan ishlar bilan biroz munosabat bo'lganligi uchun buni ko'rsatdim. Undan boshqa proyektlarimiz bor, masalan, zavodlarningki ishlab chiqarishni kontrol qiladigan sistemalar, mahsulotningki sifatini yuqori ko'tarishga munosabatli narsalar. Hammasining asosi hozir IT, hammasining asosi shunday internet bilan ishlaydigan asboblar hozir sizlar ishlatayotgandek narsalar. Bu kichik narsa emas, sizlar bu muallim bizga o'yinchoq o'ynatkizib deb tushensanglar, umi bo'ladi hamda kichik bolalarni yoshlarni tarbiyalaganda albatta o'yinga milikit qilib turib tarbiyalash bu bir metodikning birisi, ammo lekin bu o'yinchoq emas qilayotgan ishlar asosi va narsa. Savolinglar bo'lsa so'ranglar. Qanday savol bo'lsa bo'ladi? Kim so'rasam bo'ldi, ham so'ranglar. Tamam. Bu taraftaki şeyi yiyecek miyiz ya da diğer taraftaki şeyi kaç sakallı değil. Bu manada hozircha hamma narsa normal. Bu biz mush qilgan ishimizni bir sinab beqish uchun biz aşağıda qilgan qilgan vaqtida mayadiksi yaxshi, bu qandaq desanglar, mandaq yo'g'on bir uy bo'lgan bo'lsa, mayada bir kabel sanchiqliq, mayada bir kabel sanchiqliq, mayada bir kabel sanchiqliq, mayada bir kabel sanchiqliq, 21 tal kabel sanchiqliq. Mayadiki masalan 12 tal kabelninki hammasi yaxshi, matrabdagi ochliqning hammasi yaxshi, matrab
da, ya da bir çaşqan tüşkü vakentuk, kirip açlıqni yep ketipdiken, şundan mayadikisi yaxşı emeske dep, ma bizge köz tüpedi. Berip qarıdık, çaşqan yep ketipdi. Demek yigilonmaydığı açlıq vakiyadi. Demek davamlıq berip açlıq qambırğa hemmiş neçe bir-birlep içip kirip açlıq yaxşı mı, yaxşı emes mi dep qarashning hacıtı yok. Öyde safada oturup kompüterini açsa köründü de bana. Bunu nemeninki paydasından boldu, sizlarning qilayotgan ishinglarga o'xshash ishning paydasından boldu. Demek her zaman açlıq qambırğa edim evetip tekşürüşning hacıtı yok. Çünkü o yerde 1.800.000 tonna açlıq var. Qanchalik öy balığını yeme hazır isimde qalmaptı. Belki bir hemen öy buluşu mümkün. Bir hemen öyge bir adam məxsus qarayman dese bir 24 saat toxtamay bir adam çöglep açlıq qambırını içip şaşqa yedingmi, şaşqan barmı dep qarashning hacıtı yok. Doğru mu ya? Evet. Bu buğday, hazırkısı buğday ama buğday olsun buldu, konak olsun buldu, görüş olsun buldu. Neyim bas buluyor. Hem de bulanınki kılatkan projeksi hazır şu buğday bilen buluyordu. Abay ben kösetken resimdeki buğday, şu buğday şu, bir şeydik. Başka soru var mı? Senin bir şey yoksa tamam. Nurtun sorsan sen. Hadi sor. Nasıl? Nasıl soracaktın? Bu programlardan alınıp takarsın. Bu mavi mesela Amerika'nınki şu açlık bir xatarligi idarəsindən çıxarğan bir grafik. Bir grafik belki oxşamaslığı mümkün. Ben alım bolsun bolu da mesela. Alım bolsa almanın nemisi var, nemliki var. Almanı yesek su çıkıdı, nemlik derecesi var. Belki 60% 70% nemlik oluşu mümkün. Almanı saxlaganda temperaturda məlum temperaturda saxlayımız anın kendin. Almanı saxlaş biraz mürekkep çünkü onunla gaz boğan muhit saxlaydı. Azot gazı mı bir xil gazlar bilen saxlaydı, buzulup qalmasın dep. O çağda abay gösterken kabildeki sezgüçü esvab hazır mesela nemlik derecesi temperatura karbon dioksidini nem kıldı. Belki o çağda onunla mesela başka gazlarınki kuyuqluğunu mu nem kıldığan, sezidiğan bir nəsə qilish kerak. Ama almanım qıyğılı buludu. Gep şu mayadaki qıyğan esvab bilen bağlıq. Proje sizin projeniz değil mi? Benim projeyim. Şimdi kanal ambarından bahsediyoruz. Bütün gaz nem oranının her yerde aynı olması gerekiyor. Sizin Yani böyle yani. dengeleyebilmeniz için nasıl bir havalandırma sistemi kullanmayı planlıyorsunuz? Havalandırma sistemi yok için. Çünkü bunu yaz mevsimine koyuyor. Yaz mevsiminde nemlik yüksek olmuyor. Ondan sonra kapatılıyor. Her yerini kapatılıyor. Yani bir şeyi girecek yeri yok. Başka sorun yok mu valla? Yok. Muhammed. Ne? Hadi sen sor. Ma karnesi mi? Karnesi mi? Mama? Bu yağmur yağıp, ma ya da tüş varken tok yağmur yağıp ma yol olup gitipti. Mesela bu yol bop qağa yani biz iz qılalamdıq, qılanmamdıq. Mesela ma bu yeni bir tal kabel ma yege kelgen bolsa nim boludu? Nemlikiniz 12% emas, nemlikiniz 60% bop ketdi dese, ha demek buğday sesiydi ki ama yani buğdayını ya elib etiş kerak. Ularning bir sistemisi var. İçigi bir narsani sep turib, aşağıdaki buğdayını sümürüp elib etadigan. Ya bo'lmasa, mayaning açlıqni ambardan bütün açık etiş kerak. Açık etip, anaki ma qolgan qismini saqlab qalsa bo'ladi. Mesela müştaq ahvallar buluşu mümkün, mayada çaşqallar buluşu mümkün, aşaret buluşu mümkün, her xil ahvallar buluşu mümkün. Hatta ben resmini gördüm, bende resmi yok. Bular açlıqni saqlab qo'yib, 6 aydan keyin ish nasıl bo'pti desa, mayagimda 1 metr egizlikda buğday ichib ketibdi. Chunki nim bo'lgan, men nemlik yuqori bo'lgandan keyin havo parlanib, suv parlanib, men to'g'risi chaplashamda, chaplashgandan keyin yomg'ir bo'lib tushdi mayaga. To'g'rimi ya? He. Tushgandan keyin mana o'sha yo'l bo'lib ketgandan keyin buğday usib ketgan. Masalan bu bir misol endi. Masalan boshqa misollarmi bor? Çünkü masalanın qığa işinlar bilan yaqin münasibətlik bolğanligi üçün men mani hem açlıqda sənmədəm düşündü sizlərning yaxşı tilinglarga mas keldiqaraq şəkildə düşündüydüm. Amma bunun hammasını qilish üçün şu narsalar kerak. Masalan abay ma akıllarınlarga ko'z tutib qo'ydi, sizlarga ko'z tutib qo'yay. Masalan men hozir uyda o'tirib kompüterimni açsam, hozir abay sizlarga ko'rsatgan narsa
Endi men kompüterimden ekranında göründü. Bugün çıslağı neçe? Ha, 28 go deymen bugün, ha? 29 ke. Mesela 26 ıslar, 27 ıslar, 28 ıslar, benim 29 ıslar, benim hazır, belki mi ekesem hazır saatini göz tutuşu mümkün. 20. sıra. Birinci ayının 29'u saat 6'dan 40 minut ötkende ki nimike yani 8'de ma Türkiye vakti 8'den 40 ötkendeki kinesi iken hazır saat 12 optu yana 20 minutta ma bu çünkü her 2 saatde bir kegelde üçün mayadik yeni bir nokta yeni nokta mayadik göründü ma emisi yalaki real time degende nemede neh vaqtlık yalaki küztüş sistemi sema o gerçek zamandaki nesini köz tutup durdu ma şu ambarның içindeki ahvalların özgürüşünü. Burada küçük ambar, buğdayba ambarın kıyafeti biliyorsunuz. Aşı abay kösetken ambar mesela K3 değil ya, aşı bir ambarның içindeki ahval. Bu ambar nerede? Budapeşt'ninki'den 60 kilometrede Macaristan'da. Ama Türkiye'de Ben Türkiye'de kontrol kıvatıma, ben istersem İsviçre'de oturup kontrol yapabilirim. Ama ben yapmıyorum, yani sistem yapıyor çünkü mesela bir çatak çıksa, xeridanın telefonuna "Halo, ma K3 ambarının içindeki açlık naçarlaştı" diye uçur kilidi. Menin kontrol kılışım acıt yok. Program aşındak programlangan, emesi avtomatik. Menin bunun qarap oturuşumdan acıt yok. Ben Türkiye'ye kiliştim bir gün burun, ma o Sevilla, İspanya'nınkini qıp koyup yenip geldim. Tex abay ma muallimenla bilen ma Sevilla degan muşşuke. Ben abay kelgen vaqtida ma muallimenla bilen qildim çünkü ben Türkiye'ye 20. yıla geldik mi? 2 gün burun qıptım. 18. yıla qıldım. 20. yıla Türkiye'ye geldim. Bunu ben qarap baxmagan abay qardık. Menin qarap duruşumdan acıtı yok. Yak xeridarımdan qarap duruşu yüzü beni yürüdü. Çatak çıksa xeridarıma uçur ketidi. Bu butunlay avtomatlaşkan. Akşam kebalar. Rumah bağımız ne oldu? Rahmetim sen mənlağı anlap bəginələrə. Rahmet.